Qadrli do'stlar, kelinglar yana kelgan mavzuyimizni davom ettiramiz. Farmastringni o'tib bo'ldik va exercise'ni bajarib bo'ldik. Endi escape karakter, ya'ni escape degani bekor qilish, karakter yana qaysi belgilarni bekor qilish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, ya'ni bizda qaysidir belgilar operator sifatida ishlatiladi, keyin oddiy belgi sifatida ham ishlatiladi. Va o'shani oddiy belgi sifatida ishlatib ketish uchun operatorlarni ba'zida escape ya'ni bekor qilish kerak bo'ladi. Xo'p, masalan, mana stringchida ketyapmiz. Masalan, qo'shtirnoq chiqarish kerak bo'lib qoldi. Masalan, hop. Text ichida masalan, hop. Mening yurtim O'zbekiston demoqchiman. Va bu O'zbekiston qo'shtirnoqdan chiqaraman desam, buni qiladigan bo'lsak, o'sha qo'shda ham muammo bo'ladi. Mana hop, text chiqaraman desam, o'sha mana xato. Hop, ya'ni mana bu belgi stringni yopish uchun ishlab ketyapti. O'zi stringni ochish yopish uchun ishlatiladi bizda. Endi bizda rostdan ham endi yopib qo'yapti. Lekin bizga qo'shtirnoq sifatida kerak. Biz buni escape qilish uchun mana bu belgidan foydalanamiz. Va bu bilan bu shunchaki qo'shtirnoq stringni tugatmaydi, prosta oddiy belgi sifatida ishlatiladi. Va mana buning uchun ham xuddi shunday qilishimiz kerak. Mana. Va endi stringni run qiladigan bo'lsak, mana biz istagan narsa chiqadi. Mening yurtim O'zbekiston degan. Ya'ni xuddi shu qaysidir belgilarni escape, ya'ni operator bo'lib ishlashdan ozod qilish degan ma'noni anglatadi. Bu haqida batafsil linkda ko'rib olishingiz mumkin. Masalan, oddiy qiladigan bo'lsak, bittani отказ qiladi, backslash qo'yadi, yangi qatorga tushirib ketadi, backslash n qilinadigan bo'lsa. Hop, backslash r qiladigan bo'lsa, qatorni boshqa qaytarib qo'yadi, kursorni va hokazo va hokazo. Hop, demak, shu bilan tugadi. Mavzuyim buni exercise ham yo'q ekan. Faqat o'qib o'rganib olamiz. Kelinglar, mavzu qisqaligi uchun keyingi mavzuga ham alohida qilib o'tirmasdan qolganlarini bitta mavzu qilib o'tib ketamiz. Endi methods. Metodlar u tepada ko'rdik upper, lower ham metodlar edi. Strip ham metod edi. Xuddi shunaqa stringda har xil metodlari bor. Agar gaplashmaganlarimiz bo'lsa, gaplashib chiqamiz. Mana string metodlari hammasini ko'rsatib o'tirmayman. Oldin bir ikkita example ko'rdik. Mana lower, upper degan xuddi shunday ishlatiladi. Mana capitalize bu degani o'z nomi bilan bandlab turibdi. Birinchi harfini katta qilib beradi. Masalan, oddiy Azamjon degan tekstni, masalan, mana bu oddiy kichkina bo'lib qoldi deylik. Mana mening yurtim O'zbekistonda, masalan, nuqta capitalize deydigan bo'lsak, mana boshdagi ma'ni katta qilib beradi. Mana bo'ldi shu. Case fold, convert string into lowercase. Convert string into the lowercase. Lowercase o'zgartirilgan case fold. Lekin men ham aynan case fold degan ishlatib ko'rmaganman. Hammasini o'z kichkinaga o'zgartirib beradi. Ichiga kirib ko'rsak, batafsil chiqadi va biz aynan undan farqini bilib olishimiz mumkin. Case fold, the definition usage. Case fold means returns a string where all the characters are lowercase deyapti. Similar lower, but the case fold means strong, kuchliroq deyapti. More aggressive, meaning that it will convert more characters into lowercase and will deyarli o'xshash ekan. Hop, va hokazo. Masalan, count bo'lishi mumkin. Count qilib turib qaysi belgi berilsa, count qilib turib Apple nechta marta borligini ko'rsatib beradi. Masalan, o'sha count qilib turib mana belgi berib, masalan, degan harf nechta ekan deymiz. Mana bitta bor, O'zbekistonda bitta bor, ikkita chiqishi kerak, mana ikkita chiqyapti. M harfi nechta ekan desak, mana shu bilan ikkita ekan u ham yurtimda va meningda. Qaysi biri ko'proq ekan? I ko'p ekan, ini berib ko'ramiz. Tugmani bosamiz, mana 3 ta chiqdi. Shu batafsil ko'rib olishingiz mumkin o'zlangan. Har xil join bor, 2 ta, 3 ta, 5 ta stringni birga qo'shib beradigan. Bunda ham exercise'lar yo'q ekan. Umumiy stringda exercise'lar bor ekan, shuni ishlaymiz va string mavzusini shu bilan tugatamiz. Shu paytgacha o'tgan mavzularimizdan eng qiyinrog'i, eng uzunrog'i deydigan bo'lsak,
shu mavzuni yechishimiz mumkin. Alohida mavzusi yo'q ekan, mana slicing, string hammasini alohida ishlab bo'libmiz. Modify'da alohida ishladik, to'g'rimi? Mana qanday qilsa bo'ladi va hokazolar. Alohida o'tib ko'rish mumkin ekan. Uppercase letter. Upper mana bu bo'ladi. Xo'p. Oldini olib tashlash uchun TXT nuqta strip qilamiz. Ishlaydi. Hop, keyingisi upper TXT nuqta upper. Keyingisi lower bo'lsa TXT nuqta lower. Keyingisi replace. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana oldingi ishlagan misollarimiz ekan. Alohida yangi misol yo'q ekan bo'limida ham. Xo'p, bir takrorlab ishlab qo'yasizlar. Xo'p, shu bilan umumiy hisobda bizni string degan mavzuyimiz tugadi. Keyingi darsda shu boolean mavzusini o'tamiz. Savollar bo'lsa kommentariyada kutamiz.